To'g'ri mezonlarni o'rnatib, doim ularga amal qilib keluvchi kompaniya. O'rnatilgan to'g'ri mezonlar asosida jahonga intiluvchi kompaniya. Mijozlar bilan birgalikda rivojlanib, beminnat baham ko'ruvchi kompaniya. Bu biz Atomiy kompaniyasimiz. 2009-yilda tashkil etilgandan beri doimiy ravishda o'sib kelayotgan Atomiy kompaniyasi dunyoning turli burchaklarida uchratish mumkin bo'lgan global tarmoqli marketingning kompaniyasidir. Yillik global savdoda 2,2 trillion wonlik hajmga erishgan va jahon miqyosida a'zolari soni 15 million bo'lib, mijozlarning chuqur taassurotlari bilan birgalikda biz birinchi raqamli maqsadimiz sifatida mijozlar muvaffaqiyati uchun qilib kelgan Atomiyning sa'y-harakatlari bugungi kunda ham davom etmoqda. Yaxshi sifatli mahsulotlarni maqbul narxlarda yetkazib berish Atomiyning raqobatdoshligi taqsimotining mohiyatida yotadi. Atomiyning tashkil topgandan beri amalda bo'lgan mutloq sifat, mutloq narx falsafasi barcha atomiy mahsulotlarda, jumladan biologik faol qo'shimchalari, go'zallik, kundalik, oziq-ovqat, kiyim va maishiy texnikalarda mavjud. Umumiy savdo hajmi 2 trillion wondan oshdi. Hemохим mahalliy biologik faol qo'shimchalari eksporti bo'yicha birinchi o'rinni egalladi. Bitta mahsulot uchun 19 ta xalqaro patentni qo'lga kiritib, biz sog'lom hayot tarzi uchun zarur bo'lgan biologik oziq-ovqat qo'shimchalarining noyob tarixini yaratib bormoqdamiz. Savdoga chiqarilgandan beri u har yili 100 milliard won sotuv ko'rsatkichini qayd etib, sanoatda eng ko'p sotilgan kosmetik mahsulotga aylangan. Absolute Cell Active terini parvarish qilish to'plami kosmetika sanoatidagi birinchi bo'lib Koreya intellektual mulk agentligining Qirol Sejong mukofotiga sazovor bo'ldi va 2022-yilda Savdo, sanoat va energetika vazirligi tomonidan jahon darajasidagi yangi avlod mahsuloti sifatida tanlandi. Atomiy kompaniyasi o'zining barcha korporativ faoliyatida mijozlarga yo'naltirilgan boshqaruvni amalga oshirib kelmoqda. Ushbu sa'y-harakatlar ketma-ket 3 marta sanoatdagi yagona iste'molchiga yo'naltirilgan boshqaruv sertifikati sifatida tan olingan. ...2010-yilda AQShda ochilgan sho'ba korxonamizdan so'ng Osiyo, Janubiy Amerika, Okeaniya, Yevropa va boshqalarda 26 ta filialni ochgan Atomiy butun dunyo bo'ylab 15 million a'zoga ega global kompaniyaga aylangan. Biz 2023-yilda Yevropa ittifoqi sho'ba korxonamizni ochdik va kelajakda Afrika, Lotin Amerikasi va rivojlanayotgan davlatlarga e'tibor qaratgan holda global kengayishni rejalashtirmoqdamiz. Butun dunyodan mutloq sifat va mutloq narxga javob beradigan mahsulotlarni yetkazib berish orqali biz Atomiy global savdo tarmog'i orqali yetkazib beriladigan GSGS strategiyasini, ya'ni global manbalar va global savdoni amalga oshirmoqdamiz. Kompaniya seminarini bevosita olib boradi va individual qobiliyatlardan qat'iy nazar har kimga muvaffaqiyatga erishish imkonini beruvchi Atomiy muvaffaqiyat tizimi Atomiyda oshishi uchun kerakli bo'lgan harakatlanuvchi kuch. Onlayn va offlayn rejimlarni kesib o'tadigan keyingi avlod tarqatish telestansiyasi orqali Atomiyning dunyo bo'ylab a'zolariga o'zining maqsadlarini yorqin tarzda taqdim etuvchi muvaffaqiyat seminari biznes va madaniyat uyg'unlashuvi orqali vaqt va makon ta'minlamaydigan global muvaffaqiyat tizimi haqidagi tasavvurni taqdim etadi. Shuningdek, butun dunyo bo'ylab faol a'zolarimizni global liderlar sifatida o'stirish va ularning imkoniyatini kuchaytirish uchun AXT loyihasini ishga tushirdim. Global biznesni jonlashtirishni qo'llab-quvvatlashda o'z yordamimizni ayamaymiz. Mutloq sifat, mutloq narxdagi mahsulotni ishlab chiqarish uchun hamkor korxonamiz sifatini yanada yaxshilash uchun biz yetkazib beriladigan keyingi bir hafta ichida naqd pul to'lash, operatsion mablag'larni foizsiz qo'llab-quvvatlash va umumiy sifat nazorati tizimi kabi turli xil yordamlarni taqdim etamiz va bu orqali biz birgalikda o'sishning foydali skillini yaratamiz. Atomiy barcha biznes faoliyatini atrof muhitga ta'sirini kamaytirishga intiladi. Shu jumladan nol plastmassaga erishish uchun mahsulotlarni ekologik jihatdan yaxshilash, ekologik toza aqlli qadoqlash yechimlarini joriy etish kabi biznes yetakchi global ekologik kompaniya bo'lish maqsadiga erishish uchun turli siyosatlarni amalga oshirmoqdamiz.
Xayriya qilish bu kompaniya bajarish kerak bo'lgan vazifa. Atomiy kompaniyasining har yili izchil xayriya qilish natijasida so'nggi 3 yil ichida mahalliy sotuvlar bo'yicha eng yaxshi 500 ta kompaniyaning orasida xayriya va savdo nisbati bo'yicha distribyutorlik sohasida birinchi o'rinni egalladi. Natijada esa barqaror boshqaruv va beg'araz xayriyalar uchun davlat mukofotlari, oilaviy do'stona kompaniya va Koreyada ishlash uchun yaxshi kompaniya sifatida tanlanish kabi ko'plab davlat mukofotlari va sertifikatlariga sazovor bo'ldik. Atomiy jamiyatning barcha a'zolari uchun yaxshiroq hayot yaratish uchun kompaniya va xodimlar, hamkor kompaniyalar va a'zolar bilan birgalikda baham ko'rishga intilmoqda. Dunyo bo'ylab xayriya qilish zarur bo'lgan joyda global korporatsiyalar hamma uchun baxt yaratish uchun birlashadi. O'z tamoyillariga amal qiluvchi va yangi yetkazib mahsulot aylanmasi madaniyatini shakllantirayotgan kompaniya. Butun dunyodagi odamlarning ishonchi bilan global miqyosda kengayib borayotgan kompaniya. Mijozlarning ishonchiga tayanib, mijozlar muvaffaqiyatini maqsad qilib qo'ygan kompaniya. Insonlar ko'nglini qadrlovchi kompaniya. Biz faxrli Atomiy kompaniyasimiz.